Ikkita Hyundai avtomobilimizga ideal holatda propanni ikkalasiga ham bir vaqtda o'zida ideal komplekt bilan tanishtirib o'tamiz. Obuna bo'lib turing. Xo'p, biz unda video obzorni boshladik. Bu avtomobilimiz MP motor bilan jihozlangan, shuning uchun 4-pakananing o'zida yuradi. Siz faqatgina tanlovda to'g'ri qilsangiz bo'ldi. Xo'p, 4-pakananga eng ko'p qo'yiladigan miyamiz albatta stak miyasi bo'ladi va original reduktorlar uстановkamizga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu Tucson. Xo'p, ichkaridagi Hyundai Sonata avtomobilimizga ham ideal holatda propan uстановka qilib berish jarayoni. Xo'p, balon turish jarayonini ko'rib o'tishlaringiz 47 talik balon juda ham ideal bo'ladi. Polkasi ham birga bir yopiladi, hech qanday ko'tarib qolmaydi. Xo'p, bu tomondagisiga 65 talik Belarusiyani kafolatli bo'lgan silindroniy balonini chanalari bilan ideal holatda uстановka qilib beryapmiz. Xo'p, bu avtomobilimiz ham MP motor bilan jihozlangan. Nargisini Stak firmasidan jihozlab berayotgan bo'lsak, bunisini Yevropa gaz emas, Alex firmasi bilan uстановka qilib beryapmiz. Mana ahamiyat berib qo'ysam, miyamiz mana shu bo'ladi. Xo'p, kulchatlari ham mana shunaqa takoy ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, original Nordic reduktor. Juda ham ko'pchilik mana shu reduktorni xohlaydi, lekin ko'pchilik poddelkasiga uchrab qoladi. Biz hech qachon sizga poddelka narsani original deb tiqib yubormaymiz. Ahamiyat berib qo'ysa, original mana shu bo'litidan bilib olsalaring bo'ladi. Xo'p, bu avtomobilimiz ham MP motor bilan jihozlangan, ya'ni benzinni propanni o'zida yuradi. Benzin aralashtirmasdan yoqadi. Faqatgina nagruzka bo'lgan holatida yoqishi mumkin, ya'ni benzinni aralashtirib. Kimgadir mana shu uстановkalar narx-navo qiziq bo'lsa, agarda Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, super mega chegirma narxida ayni siz kutgandek sifatli holatda ishlaringni bitkazib beramiz. 24 ga 7 obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni Hyundai borlarga yuborib qo'ying. Har qanday turdagi avtomobillarga mega chegirma narxida uстановkalar qilib beramiz.